Kala qo'ylarning biriktirma tayyor yemi to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum. Qur'on va hadislarda hayvonotlarning yemiga qarata biror belgilama bormi? Biz ma'lum bir shirkatning kala qo'ylar uchun biriktirib yasagan tayyor yemini sotamiz. Biz buni sotishdan burun yemning tarkibining nima ekanligini so'rab ham ko'rish orqali tafsili bilib chiqdik. Buning tarkibida donliq va mayliq ziroatlar, oz miqdorda neft, taxminan 100 kilogramm yemda 100 gram atrofida. O'simliklardan, tuproqdan ilingan moddalar, tuz qatorliqlar, ba'zi yemlarda har xil hayvonlarning so'ngidan ilingan so'ngak parashuki bor ekan. Agar so'ngak parashuki yo'q bo'lsa-chi, bu yemni hayvonlarga bergandan keyin modda almashish orqali najis moddalarning o'zgarish ehtimoli bormi? Bu yem zaharsiz bo'lib, hayvon badanidagi har xil kasallikni tozalaydi. Bu yemni yegan hayvonlarning go'shi ham tatliq, ham yumshoq chiqadi. Hayvonotlarni yil bo'yi boqsami aks ta'sir bermaydi. Bizning bu yemni keng xalq ommasi ishlatishga yuzlandi. Bu shirkatning qurg'uvchisi dinsizlar. Biz qanday qilamiz? Tezroq javob berishlarini so'raymiz. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdu sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Allohning zaminidagi izbasari bo'lmish inson hayoti, chorva mollarining go'sht va sutining sog'lomligi uningga beriladigan yem-xashaklarga ehtiyojli bo'lg'achqa, Alloh taolo Naziat surasining 30-31 oyatlarida eng burun yaratgan maxluqlar qatorida inson va chorvalarning g'izolanishi uchun zaminidan suv va o'tloqlarni chiqarganligini tilga olgan. Yana ba'zi oyatlarda Maid surasi 1-oyat, Abasa surasi 32-oyat, Taha surasi 54-oyatlarda Alloh taolo qo'y, kala, tuya qatorliq chorva mollarini insonlarga halol qilib berganligi, insonlar va chorvalarning manfaati uchun turli o't-yosh, ziroat va boshqa o'simliklarni o'stirib berganligi, insonlarni uningdan yeb, chorvalarni uningda o'tlatishga buyurganligi kelgan. Bu oyatlar chorva mollarining halol bo'lishi uchun chorvalarning ashu o'simliklar va tabiiy o'tloqlardan o'tilishi kerakligini ko'rsatishi mumkin. Yana sahih hadisda tezakda istinjo qilmaslik sababi tezakning jinlarning uloqlarining yem xashaklari bo'lganligi deb ko'rsatilgan bo'lib, buningdan ulamolar hayvonlarga nejis yem xashaklarni yegizishning cheklanganligini yakunlagan. Hadisda yana ziyon urish cheklangan. Alloh taolo yana sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar. Baqara surasi 57-oyat. Deyish orqali pok narsalardan g'izolanishga buyurgan bo'lsa, sizlar ishlab topganinglarning poklardan sarf qilinglar. Baqara surasi 267-oyat orqali pok kasbdan topgan pullarni xarjlashga buyurgan. Hozirgi zamonda chorva mollarining yem-xashak halablari tarkibiga pok va halol bo'lgan turli donlar va o'simliklarning saman, pasar va kunjirdek qoldiqlarga qo'shilmasdan, balki ba'zi dorilar, nejis va ximiviy moddalar qo'shilmoqda. Natijada bu olimlarning ashu turli yem-xashaklarning shar'iy jihatdan halol yoki harom yoki shubhilik bo'lishi, shundaqla inson va hayvonlarning salomatligiga ziyonliq bo'lish bo'lmasligi, uni ishlab chiqarish va tijoratini qilishning hukmi to'g'risida izlanishga, tadqiq qilishiga sabab bo'lgan. Donliq va mayliq ziroatlar, shundaqla tuz va neft qatorliq zamindan chiqqan pok tabiiy moddalardan yasalgan yem-xashaklar tarkibidagi ba'zi moddalar tan salomatligiga ziyonli bo'lmasa, uni ishlab chiqarish, chorvalarga berish va uni elib setish joiz. Bu yerda bizga muhim bo'lgani maynat, ziyonliq va harom bo'lgan ba'zi moddalar qo'shilgan yem-xashak bo'lib, bu moddalarning asosligini bir nechta turga ayirish mumkin. Birinchi hormon va tiz o'stirishga aloqador moddalar. Bu turli moddalarning ba'zisi tabiiy o'simlik yoki hayvondan ilinsa, yana ba'zilari ximiviy moddalardan yasaladi. Qo'y, kala qatorliq chorva halablariga, qushlarning yemlariga ma'lum miqdorda analik hormoni qo'shiladi. Bu turli hormon hayvon va qushlarning immunitlik kuchiga ziyon urib qolmay, uning go'shi, suti va tuxumini iste'mol qilgan insonga ziyonli. Uni uzun muddat iste'mol qilgan insonda rak va turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Natijada hayvonning va insonning jismoniy va psixik holati salomatligiga og'ir ziyon uradi.
Pişirish yoki qaynatishmi bu turli hormon ziynini yo'qotolmaydigan bo'lg'achqa, xalqaro səhiyyə organlari uni halab va yem-xashaklarga qo'shmaslikni tavsiya qilgan. Shar'iy jihatdanmi ko'pchilik ulamolar buni cheklagan. Yuqumli kasalliklarning oldini olish uchun yem-xashakka qo'shiladigan pensilin va tetrasillinga o'xshagan antibiotiklarmi, ta'm va rang kirgizuvchi ba'zi moddalarmi ziyonli bo'lganligi tufayli Səhiyyə ministrliklari tomonidan cheklangan. Uzun muddat saqlag'uvchi ba'zi moddalarga qarata ma'lum o'lcham bekitilgan. Ikkinchi, shar'iy bo'g'izlangan yoki o'zi o'lib qolgan halol va harom mollarning go'sht, so'ngak, tuyoq, uchay, qirin, teri, pay, qon va tezak qatorliq axlatlaridan oshxona qoldiqlaridan yasalgan parashoklar tarkibiga bu xil parashok qatilgan yem-xashaklarni yegan hayvonlarda ta'siri ko'rilib, go'shi va sutini iste'mol qilgan insonlarning salomatligiga uning ziyni ig'ir deb qaralgan. Bu xil parashoklar bir tarafdan nejislik, yana bir tarafdan ziyonli bo'lg'achqa cheklanadi. Nejis va harom moddalarni pak va halol boshqa moddalarga aralashtirishning o'zi nejisni pak moddaga aylantirmaydi. Faqatla yemdagi nejis persentini tuvallatadi. Ammo nejis va harom moddalarning ximiyalik pishiqlab ishlab chiqarish natijasida pak va halol moddaga aylanish yoki aylanmasligida olimlar o'rtasida qarash o'xshashmasligi bor. Ba'zi olimlar cho'chqa tarkibi boshqa moddaga to'liq aylanmaydi deb qaraydi. Aylandi degan taqdirdami boshqa moddaga aylangandan keyin yanada tan salomatligiga ziyni borligi isbotlansa, baribir cheklangan doirada qoladi. Lekin hozirgi zamon olimlaridan tarkibida nejis modda bor bo'lgan yem-xashaklarni chorva mollariga berishga bo'ladi deb qaraganlar, bu nejis moddalar 1% dan 10% gacha intayin oz nisbat deb qarab, bu oz nejis modda boshqa moddaga aylanish orqali pak bo'lib ketadi deb qaragan bo'lsa-mu, bularning nazarida boshqa moddaga aylantirish 120 gradus qiziqlikda pishirish orqali uningdagi bakteriyalarni o'ldirib, keyin uni ezib boshqa moddalar bilan parashok yasaladi ekan. Lekin bular aytgandek nejis modda pishirish orqali pak moddaga aylanadi deyilsa, cho'chqa go'shtini ma'lum qiziqlik darajasida pishirsa, pak va halol bo'ladi degandek xato natija chiqadi. Shunga bu tariqada pishiqlab ishlash orqali boshqa pak moddaga aylanishi notayin. Yana ba'zilar nejis miqdori oz bo'lg'achqa harom va nejis aralashgan yemni chorvalarga berishga bo'ladi. Uning go'sht, sut va tuxumiga ta'sir bo'lmaydi. İnsanlarga ziyni bo'lmasa, inson uni iste'mol qilsa bo'ladi deb qaragan. Lekin persenti oz bo'lsa ziyni bo'lmamdi. Bu ozlikning ma'lum ilmiy o'lchami bormi? Bu bir masala. To'g'risi, buning persenti emas, keltirib chiqaradigan ta'siri muhim. Yana kelib, qo'shilgan moddalar nihoyat oz persenti bo'lsa-mu, uning yana ma'lum ta'siri bo'ladiganligi ilmiy tajribalarda isbotlangan. Bo'lmasa, uni qo'shishning nima hojati? İbn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam po'q yeydigan hayvonning sutini ichishdan to'sgan. Olimlar bu hadisdagi cheklamani makruhlik yoki haromlikni bildiradi deb qarab, tuxum bilan sutni go'sht qatoriga kirgizgan. Uning ustiga burun saqlanish mumkin bo'lmag'achqa, sirtlarda o'dil kelib qolsa po'q yeb qoladigan hayvon, qushlar yuqorqi hukmda bo'lsa, hozirgidek har kunda necha vaqt planliq va muntazam holda nejis yem berish ziyonli bo'lganlikdan albatta cheklanishi lozim. Bu turli yemning insonning fitratiga, yaratilishdagi tabiatiga zid va salomatligiga ziyonli bo'lganligi aniq bo'lg'achqa, ba'zi olimlar uni harom deb qaragan. Aslida nejis yem bilan beqilgan qo'y-kala, to'xu baliqlarni va ularning tuxumlarini, sutlarini iste'mol qilish masalasida ilgirki olimlarning qarashlari o'xshash emas. Bir qism olimlar bunda hayvonning go'shti yoki suti yoki tuxumida maynatlikning asari ko'rilmasa yoki butun yemlari nejis bo'lmasa, bular halol deb qaraydi. Bu Hanafi mazhab qarashidir. Agar pak bilan nejis yemni aralashtirib yeydigan bo'lsa, go'shtida maynatlikning asari ko'rilmasa yoki bir muddat sulab qo'yib, pak yem xashak bilan beqilib maynatlikning asari qolmasa yeyishga bo'ladi. Yana ba'zi ulamolar nejis modda persenti intayin tuvan bo'lsa halol, yemlarning ko'p qismi harom yoki nejis bo'lgan hayvonlarning go'shtlari harom deb qaraydi. Yana ba'zilar nejis yem bilan beqilgan chorvalar halol deb qaraydi. Lekin ayni chog'larda bu ulamolar ancha-muncha nejis yeb qoladigan hayvonlar to'g'risida. Shu chog'ning tibbiy va ilmiy taraqqiyoti doirasida shunday hukm qilgani bilan, bugungi davrda bunday sun'iy yem xashaklarni ishlatishda tuvandagi xatarlik ahvollarni ko'zda tutish lozim. Birinchi,
Tarkibiga yuqorida bayon qilingan nejis va haram moddalar qo'shiladigan bu turli yem-xashaklarning inson va hayvon salomatligiga bo'lgan ziyni intayin og'ir. Ikkinchi, bu turli yem tarkibiga sirtdan import qilinadigan ba'zi moddalar qo'shiladigan bo'lib, u moddalarda cho'chqa meyi va uningdan ilingan narsalar bo'lishi ehtimolligi cho'ng. Uchinchi, bugungi kunda yem-xashak sanoatiga qarata sahiya nazorat kuchi bo'lmaganlik va kishilarning pul tepishda din va axloqqa rioya qilmaydiganligi tufayli yem-xashaklar tarkibiga xotirjam bo'lg'ili, dinsizlarga emas, o'zini musulmon deydiganlarga ishonch qilg'ili bo'lmaydigan bo'lib ketdi. Natijada bu ish ularning vijdoniga qoldi. Musulmon davlatlarda tonlab o'lik to'xu va hayvon taplarini yanjib yem-xashak yasaydigan zavodlarning fosh qilinishi buni ta'kidlaydi. To'rtinchi, bu turli yem-xashaklar u hayvonlarning Alloh taolo yaratgan tabiatiga va ilohiy qonuniyatiga mos kelmaydi. Don va o'simlikdan g'izolanadigan hayvonlarga, go'shtxo'r hayvonlar yeydigan go'sht va uningga aloqador moddalarni yem shaklida bergan ahvolda hayvonlarning tabiati va nervisi benormallashib, g'aljir kala kasali, qush zukumi va shuningga o'xshagan vabolarni keltirib chiqarganligi isbotlangan. Bundan keyinmi vabo keltirib chiqarmaslikqa qanday kafolatlik qilg'ili bo'ladi? 5. Samaviy dindan yiroq yashaydigan kafirlar bilan aralashib o'tishga majbur bo'lib qoladigan jamiyatlarda bu turli yem-xashaklarning tarkibiga sal qarashga texmi bo'lmaydi. Natijada nejis va haram modda aralashgan bu turli yem-xashak tijorati ba'zi olimlarning qarashida halol, ba'zisining qarashida haram deb qaralg'achqa aqalli taqdirda shubhilik doiraga kiradi. Agar tarjih qilish kerak bo'lsa, ziyon va maynalik jihatdan haromlik tarafi kuchlantiriladi. Buningga asosan bu turli yem-xashaklarni ishlab chiqarishga va tijoratini qilishga bo'lmaydi. Aslida islom talbiga uyg'un sahiya nazoratlari bo'lib, o'lcham va tekshirishga to'liq kafolatlik qilgan bu taqdirda ruxsat qilingan o'lchamda pok yem-xashak ishlab chiqarishni va uning tijoratini qilishni joiz degili bo'ladi. Lekin dinsizlarning o'zi e'lon qilgan tarkib jadvaligimi, ziyni yo'q, zaharsiz degandek gaplariga ishonch qilg'ili, xotirjam bo'lg'ili bo'lmaydi. Uning ustiga undaq yemlar bilan beqilgan hayvonning go'shi odatdagi iste'molchiga yumshoq, tamlik yoki zaharsiz ko'ringani bilan uzun muddatli iste'mol qilinish natijasida zaharlik va ziyonli ekanligi ilmiy tajriba tadqiqotlarida aniq isbotlangan. Chet ellarda bu allaqachon bayqalib, g'aljir kala kasali, qush zukumi qatorliq vabolarga, insonlarda ko'rilgan rak va boshqa kasallarga ashu turli nejis yemning sabab bo'lganligi isbotlangan. Hormon bilan tez yetishtirilgan go'sht to'xularimi shundoq. Uning go'shi yumshoq, iste'mol qilguvchilarda ziyni darhol bayqalmaydi. Lekin uzun muddat iste'mol qilinsa, andan ko'riladi. Yana o'lib qolgan hayvon va qushlar, toplar, qonlar, tezak, mayoq va to'xu qatorliq qushlarning po'qlarini, paylarini va boshqa qoldiqlarni shundoq yem-xashak ishlab chiqaradigan zavodlarga setishmi salomatlikka ziyon urish jihatdan harom bo'ladi. Yuqorqidek yem-xashak va g'izo bulg'anishining oldini olish va uning ziynini yengillatish uchun har joylardagi musulmonlar halol, pok yem-xashaklarni ishlab chiqarishga, buning uchun mablag' solishga ahamiyat berishi lozim. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 91-numurliq fatvo.